mehmonlar, aziz qadrdonlar, bugungi Risolat jamiyatining 2025-2026 yil davomida faoliyatining sarhisobi bo'yicha o'tkazilayotgan tadbirga barchalaringiz xush kelibsizlar. Sayfiddin aka Mahmudjonovga so'z beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli Risolat jamoasining mas'ul mehmonlari, jonkuyar, zahmatkash, fidokor xodimlarimiz, xush kelibsizlar. Bugun butun bir jamoa bir dasturxon atrofida jam bo'lib, diydor qo'shib turganimizdan g'oyat xursandman. Bu yerda sal qo'llab turasizlar. E'tiroflarimiz xudo xolasa hamma xodimlarimizga yetib boradi. Shu ofisimizni faizga faiz qo'shib, tozaligini ta'minlab, odamlarda, xodimlarimizda ishchi kayfiyatini ko'targan xodimamizga alohida minnatdorchilik bildiramiz. Shu bilan birga ofis xodimlari kuni bilan mijozlarni xushmuomalalik bilan kutib olib, safar oldidan batafsil hamda huquqiy xizmat ko'rsatib kelayotgan Rustamjon domla boshchiligidagi barcha xodimlarga, Saudiya Arabistoni muqaddas Madina va Makka shaharlaridagi ishchi guruhni barcha vakillariga, bu yerda Abdulaziz domlamiz, Abduhalim domlamizga alohida, ziyoratchi hojilarimizni sog'lig'ini nazorat qilib, shifo ulashayotgan hamshiralarimizga, mijozlar uchun totli, eng mazali taomlar bilan mehr ulashayotgan Jahongir va Ilhomjon boshchiligidagi oshpazlar guruhiga, ziyoratchilarimizga umra arkonlarini to'la-to'kis ado etishlarini ta'minlayotgan, tunu kun zahmat chekib, safarga borib qaytishgacha zimmalardagi mas'uliyatni to'liq ado etib, jamiyat ravnaqiga hissa qo'shayotgan guruh rahbarlarimizga, viloyatimizning chekka hududlaridan tortib markazgacha mijozlar qamrovini ko'paytirishga o'z hissasini qo'shayotgan ijtimoiy xodimlarimizga, aloqa vositasi orqali mijozlarga xizmat ko'rsatib, call centerda barcha xodimlariga, jamiyat xodimlarini oylik ish haqlari tizimli hisob-kitob qilib, buxgalteriya xizmatini olib borayotgan hisobchilarimizga Risolat turizm jamiyati ta'sischilari hamda shaxsan o'z nomimdan cheksiz minnatdorchilik bildiraman. Albatta bu o'tgan mavsum davomida ushbu yuqorida sanab o'tilgan barcha xodimlarimiz o'zlarining mehnatlari, fidoyiliklari bilan bir-birlariga juda katta o'rnak bo'lishdi. Shu bilan birga jamiyatni tashqi va ichki iqtisodiy va ijtimoiy holatini barqarorlashtirishga, mijozlar uchun zamonaviy, ko'rkam va shinam bo'lgan yuqori darajadagi xizmat ko'rsatuvchi aviakompaniyalar xizmatini tashkil etishda katta hissasini qo'shgan Navruzbekka alohida minnatdorchilik bildiraman. Yuqorida sanab o'tilgan barcha yo'nalishlardagi vazifalarni samarali tashkil etayotgan jamiyat xodimlari va mijozlari uchun jonkuyar, fidokor, muruvvatli bo'lgan Risolat jamiyatini ta'sischisi Muzaffarxonga hammalari nomidan chuqur minnatdorchilik bildiraman. Ana shundoq taqdirlash, endi hozir ayollarni aynan bu davraga chaqirib taqdirlashligini o'zimizga ep ko'rmadik. Bugun eng markaziy nuqtasiga keldi desak bo'ladi tadbirimizni. Xudo xolasa tadbir bundan keyin ham davom etadi, ketib qolish yo'q. Taqdirlash bo'limiga o'tsak. Birinchi, bu firmamizni yuragi bu ofis hisoblanadi. O'tgan yil ham aytganmiz. Chunki ofisda hamma narsa tashkillashtiriladi, soatlar belgilanadi, kunlar, reyslar, undan keyin bizga taqdim etiladi. 50 boshiga ro'yxat beriladi, ishchi guruhiga boradigan odamlar taqdim etilganidek, ana shu Qozonning qaynoq joyi bo'lgan firma xodimlarimizni bir nechtalarini bu yilgi tanlovda munosib taqdirlashlikni maqsad qilib olindi. Albatta bu yerda ajratish yo'q. Kelasi yilga xudo xolasa boshqa kishilar ham mana shundoq mavqelarga erishishlikka harakat qiladi degan maqsadda. Mijozlar bilan ishlashda ko'rsatgan namunali xizmatlari uchun
Azizbek tashakkurnoma va jamiyatning qo'shimcha mukofotlari bilan taqdirlanadilar. Marhamat. Baxtiyor. Ustoz, rahmat. Men mana shunday ustozlar va mana shunday jamoa bilan bir safda turganimdan juda ham minnatdorman, xursandman. Men uchun bu juda ham katta sharaf hisoblanadi. Bizga shunday e'tibor bergan rahbariyat va shunday jamoadoshlarimiz borligidan juda ham xursandmiz. Bu bizga berilgan e'tirof keyingi mavsumda bizni kuchliroq va mas'uliyatli bo'lib ishlashimizga sabab bo'ladi. Keyingi ish faoliyatingizda muvaffaqiyatlar tilaymiz. Keyingi taqdirlash o'zlarining namunali xulqi va mas'uliyati bilan o'rnak ko'rsatgan, hammadan erta kelib, hammadan kech ketgan, doim har qanaqangi kayfiyatda, u havo aynigan bo'lsin, havo ochiq bo'lsin, bir xil tabassumda turgan xodim Baxtiyorjonni tashakkurnoma va jamiyatimizning qo'shimcha mukofoti bilan taqdirlaymiz. Rahmat, salomat bo'ling. Keyingi taqdirlanadigan xodimimiz Serqirra. Aslida qirrasi ham yo'q, chunki qaysi tomonga bo'lsa yumalayveradi. Bir tadbirkorlik qiladi, bir tashabbuskorlik. Shu yerdalarmi? Yahyo Xo'jayev, Islomjon taqdirlanadilar. Guruh rahbarlariga navbat keldi. Bu yilgi mavsumda hamma guruh rahbarlari ham fidoyilik bilan xizmat qilishdi. Jonbozligi bilan xizmat qilishdi. Endi bu yerda tanlangan narsa chekiga chiqqan ko'p sinovlar asosida tanlab olindi. Kamchiliksiz narsani o'zi yo'q. Har ishda bir kamchilik bo'ladi. To'y qilyapmiz, nimadir yetishmay qoladi. Bo'ladi-ku, to'g'rimi? Uy qilyapmiz, qayerdadir ko'ngildagidek chiqmaydi. Safarimiz davomida ham yangi ko'za suv toza deyiladi-yu, yangi ko'za sinalar ekan hamda. Undan suv tomchilaydimi, tomchilamaydimi degandek, bu yil jamoamizga yangi bir a'zo bo'lib, oilamizning a'zosi bo'lib kirgan Abduvohabjon domla Inoyatovni taqdirlash uchun chaqiramiz. Bu kishi bu yilni o'zida 2 marta sinaldilar. Bir marta aeroportda qolib ketib, bir marta mehmonxonada qolib ketib. Sabr boshqa narsa ekan, sadoqat boshqa narsa ekanda. Ya'ni bu kishi ham sabr bilan, ham sadoqat bilan, ham mas'uliyat bilan, ham xolislik bilan yondashib, o'sha joyda yechim topib, o'sha bir bort odamni bosib o'tirib, o'zlarining nasihatlari bilan qayerga ketayotganliklarini uqtira olib, biror bir kishidan norozilik kayfiyati kelmadi. Mana shu xizmatlari uchun jamiyatimiz tomonidan taqdirlanadilar. Ilhomlashtiruvchi guruh rahbari sifatida namuna ko'rsatgan guruh rahbarlarimizdan Abdusamiyev Ma'rufjon domla taqdirlanadilar. Quruq bo'lmasin, Ma'rufjon. Hatto e'tirof Payg'ambar alayhissalom ballig'u anni walau oyatan bir oyat bo'lsa ham yetkazib qo'yinglar deganlar. Ko'pincha Rasulimizdan so'rasa, eng yaxshi amal nima, eng afzal amal nima deb so'raganda, idxolul surur ala qalbil mu'min deganlar. Mu'minlarning qalbiga xursandchilik kiritishlik. Biz Allohimizni Allohdan so'rab qolamiz, har doim xalqimizni, millatimizni, mu'minlarning qalbiga xursandchilik kiritish partizan bo'lsin. Rahmat qiluvchi. Endi taqdirlash navbati ziyoratchilarni aniq va tez qarori bilan birlashtirib olgan
ijobiy energiya ega sifatida namuna ko'rsatgan Shokirjon domla Mansur taqdirlandi. O'zingiz uchun endi keyingi taqdirlovimiz hamma ishlarimizni guldastasi bo'lgan, xush kelibsizlar, xush boringlar deb kutib kuzatadigan ishchi guruhimizga navbat keldi. Ziyoratchilarni har qanday sharoitdan ko'nglini olib borildi, xona hali tayyor emas, uni muammo qilib ko'rsatmaydigan yoki avtobus kechikdi, uni ham muammo qilib ko'rsatmaydigan kabi shunaqangi biz bilgan bilmagan katta kichik muammolarni yengib o'tib vaziyatdan ijobiy hal qilishda jonbozlik ko'rsatgan Xolidbek domlani Risola jamiyati nomidan taqdirlanadilar. Salomat bo'ling. Bu yerda mahkam bog'lab ishlashlikda Alloh taolodan sizlarga kuch-quvvat tilab qolamiz. Keyingi taqdirlovimiz ziyoratchilarni ibodati bilan ko'tarinkilik, ziyorat, mukammal taassurotlar qoldirish borasida fidoyilik ko'rsatgan, doim orqachalab yurganda bu yigit, orqachalab yurgan. Hamma oldiga qarab yursa, bu yigit orqachalab yurgan. Bu degani o'sha borgan 200-100 nafar ziyoratchilarimizga yuzlanib, o'zlarini fidoyiligini ko'rsatgan Abdulloh domlani taqdirlaymiz. Har bir xizmatchini bu yerda biror bir kishi yo'qki, qayerni sog'inding desa, Madinani demaydigan. Madinada qisqa fursat turiladi, lekin inson uchun bir umr eslab o'tiladigan, yodida qoladigan xotiralar bilan boyitilingan barakali kunlarimizda o'zi qisqa bo'lganligi uchun bularnikini soatiga yetmaydi. Birini endi kuzatib, ikkinchisini kutib oladi. Biri aeroportga chiqib ketgan, biri Mipotga ketgan, biri avtobus tashkil qilayotgan. Shunaqangi tashkiliy ishlar bilan har bir ziyoratchini ko'nglini olib, xizmatida turgan Madina ishchi guruhlarining ziyoratchilarga ko'rsatgan xizmatlari uchun jamoamiz bu tashakkurnamani barchalariga Adhamjon domla Alloxo'jayev qabul qilib olib topshirishliklarini so'rab qolamiz. Mehmon chaqirib, choy uzatibdi, undan oling, bundan oling, pistadan chaqing deb tursa, mehmon ham zerikib qolib, hozir ham bo'ldi shunaqa, Sayfiddin aka. Ovqat berasizlarmi degandek. Juda chiroyli imorat quribsiz, mehmonxona solibsiz, o'zingizga alohida, bolalarga alohida, hamma narsa zo'r bo'libdi-yu, bir oshxona ham soldingizmi degan ekan. Juda ovqatni sog'ingan ekan. Bu ellikboshlarni bugun Risola rivojida gapirayotgan so'zlardan bittasi oshxonamizning milliyligi. Boshqa firmada ishlayotgan ellikboshi bilan yonma-yon kelib qolib, u nimadir Qizil dengiz maqtayotgan bo'lsa, biz oshxonani maqtaymiz. U soatni maqtayotgan bo'lsa, men yana kelib oshxonani maqtayman-da. Degan bir aytadiki, nima odamlar faqat ovqat yegani boradimi deydi. Aytamanki, yo'q. Uylanganmisiz? Ha, uylanganman. Ayolingiz bormi? Ayolingiz bor. Onangiz ham bormi? Onam borlar. Nonushta qildingizmi? Nonushta qildim. Nima mavzu ko'tarildi desam, ayolimga onam, ya'ni kelinning qaynonasi, tushlikka nima ovqat qilasiz deb savol berdi deydi. Vaholanki dasturxon ustida nonushta qilibdi.
Bizi xalqimiz shundoqki, ovqatni ustida keyingi ovqatni muhokama qilamiz. Bu degani xohlaymizmi, yo'qmi, firmamizni, ya'ni yarim bo'lagi bu oshxonamiz. Bugun mana shu fursatdan foydalanib, jamoamiz tomonidan Risola oshxonasida fidoyilik bilan xizmat qilgan oshpazimiz Abdurahimov Mubashshirjonni taqdirlaymiz. Ana shundoq xizmatlari bilan ta'minotchilikda o'zlarini fidoyiliklari bilan xizmat qilgan Isroilov Muzaffarjonni firmamiz jamoasi tomonidan taqdirlanadi. Oshpazlar ustozi Ilhomjon xafa bo'lyaptilar. Ta'minotchi Jahongir xafa bo'lyaptilar. Ajraqami? Endi ana shundoq shogirdlardan yana bittasi o'zlarini milliy o'zbek kulcha nonlarini pishirib, dasturxonga tortiq etib, bu go'zal nonlarni kim pishirdi ekan, otasiga rahmat deb duolarini olgan Hamidxonov Mutahhirjon ukamizni taqdirlaymiz. Endi sovg'alarimiz Namangan bilan cheklanib qolmabdi. Saudiyadan ham maxsus sovg'alarimiz bor ekan. Buni taqdim etish uchun Saudiyada ishchi guruhi rahbari sifatida faoliyat yuritayotgan Abduhalimjonga shu sovg'alarni topshirishligini so'rab qolamiz. Marhamat. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli aziz mehmonlar. Qarasak majlisimiz juda ham bir rasmiy tarzda o'tayotgandek bo'lyapti. Biz o'zimizni xuddi haligi tashqi ishlar ministrida o'tirgandek bo'lyapmiz-da. O'shanga bemalol bir haligi rasmiy tilda emas, bir jaydaricha o'zimizda bir oila dedik yuqorida. Oilada gaplashgandek bir oddiy tilda gapirishga harakat qilaman. Biz bu jamoani xuddi haligi futbol jamoasiga o'xshatamizda. Bitta hujumchi adashib xato qiladigan bo'lsa, bu yoqdagi zashtada turganlarning ham xatosi bo'ladi. Agar zashtadagi zarar qilib to'pni o'tkazib yuboradigan bo'lsa, hujumchi ham xuddi o'sha jamoa bilan zarar qiladi. Shuni singari ofis xato qiladigan bo'lsa, Makkaga ketadi. Makkadagilar xato qiladigan bo'lsa, ofisga darroda zarari o'sha ondayoq yetib keladi. O'shaning uchun xuddi biz futbol jamoasiga o'xshatamiz jamoamizni. Har doim shu birligimiz, hujumchisi doimo hujumda muvaffaqiyatga erishishini xohlaymiz. Zashtada turgan inson har doim o'zini himoyasini mukammal qilishligini xohlaymiz. Albatta bu ishlarda avvalo mashalloh juda ham bir tashkiliy ishlari ajoyib bir ko'rinishda bunaqalar kutmagandik. O'tgan yilga nisbatan ancha katta tayyorgarliklar bo'ldi. Tashkilotchilarga men o'zimizni minnatdorchiligimizni bildiramiz. Juda ham ancha mehnat bor. O'zimiz ham hali servisda ishlaganimiz uchun, xizmat qilganimiz uchun pardani ortidagi xizmatlar qanaqa mas'uliyatliligini his qilamiz. O'shaning uchun tashkilotchilarga alohida minnatdorchilik bildiramiz. Nima deymiz? Hozir bu mavsumda bu yoqqa kelishdan ham oldin kelasi yil uchun ham biz ozgina tayyorgarlik, gastinisalar izlashlik uchun ishlar bo'ldi Saudiya Arabistonida. Qaysi gastinisaga kirsak, o'zbek shirkatlaridan shikoyat qilyapti. Ishni ichidamiz, hammamiz bilamiz, qovun tushirayotganlari ham bor, yaxshi ishlayotganlari ham bor. Alhamdulillah Risola shirkati deb kiradigan bo'lsak, hammasi Risolami? Mashalloh deyapti arablar. Kimlardir yuz ko'rmas bo'lib, bir-biri bilan teskari bo'lib ketishdi shu mavsumda. Qanchalagandir qarzlari bor. Shunday qilib yil oxiriga kelib, bir jamlanib, bir dasturxonning ustida o'tirisha olmayapti ular. O'shaning uchun Allohga cheksiz hamdard aytamiz. Shunchalik yorug' yuz bilan biz kelib, bir-birimiz bilan haligi
aybdor bo'lmasdan, naborot yana ham yaqin bo'lib, shunaqa o'tirganiga Alloh taologa hamdlar aytamiz va u yoqdan minnatdorchilik sifatida arablardan olgan Risola shirkati biz bilan bu yil bu mavsumda juda ham yaxshi ishladi deb turib, arablar bergan sovg'a bor edi. O'shodagi hamkorlarimiz. Biz bu sovg'ani firmamizni, jamiyatimizni direktor bo'lgan Sayfiddin akamizga topshirib qo'yishlikni, omonatni yetkazib qo'yishlikni xohladik. O'shanga ruxsatinglar bilan aka. Vaqtinglarni olamiz. Endi bunaqa uchrashuv doim ham bo'lmaydi ekan. Yilda bir marta atiga amallab zo'rg'a yig'ilamiz ekan. Hamma ishning ichida mavsum davomida ko'risha olmaymiz ekan. O'shanga sal ko'proq gapiramiz, rozi bo'lasizlar. Biz endi omonat bu ishimiz ko'chadagi bizneslardan emasda bu. Hozir qilayotgan ishimiz mas'uliyatki qanaqadir hokimning oldida emas. Qanaqadir bir prezident oldida emas. Bu mas'uliyat Robbimizni oldida turgan mas'uliyat. O'sha biz bilan ketayotgan umrachilarda shunaqangi his qiladi. Ayniqsa bu ishda 50 boshlarimiz juda ham xizmat katta. Ofis yurak bo'lsa, 50 boshlar tomirda oqib turgan qon deymanda, to'g'ridan to'g'ri bir-biri bilan muloqot qiladi hojilar, umrachilar. O'shaning uchun 50 boshlarimizga ham alohida tashakkur aytaman. Hammanglarga kattakon rahmat. Madina Munavvarada eng aziz bo'lgan rovza bor. O'sha rovzadan Muzaffar aka bir daqiqa. 2-3 yil avval arablar kelgan bu joyga kutib olgandik. Kichkinagina Ka'ba po'shi olib kelibdi. Akam ko'zida yosh bilan quvonib ketdi. Hammamizda bo'ladigan tabiiy narsa. Hamma musulmon xursand bo'ladi. Ko'zida quvonchini ko'rganman. 3-4 yil bo'lib qoldi shekilli taxminan. Ka'ba po'shi olib kelibdi, kichkina. Keyin arab oldida men inday olmadim, ketgandan keyin original emas edi-da. O'shanda ko'rib, inshaalloh akamga eng original Ka'ba po'shti beraman deb niyat qildim. Aka, yo'qligingizda har xil gaplar gapirgan bo'lsak, hamma oldida uzr so'raymiz. Ka'ba po'shti originali topa olmadik. U internetdagilar hammasi yolg'on, ularga tepasi. Eng original bo'lgan Ravzada solinib turgan gilamni olib keldik aka. Avvallari yashil gilam solinib turadi. Eski, lekin Ravzada solinib turgan gilam, original. O'shanga minnatdorchilik sifatida. Tadbirimizni keyingi bosqichini e'tirof etish uchun jamiyatimiz direktori Sayfiddin aka Mahmudjonovga beramiz. Marhamat. Jamoat juda xursand. Xudo xolasa, aziz mehmonlar, hurmatli hamkasblar, ushbu tadbirimizni davom ettirar ekanmiz. Mana jamiyat faoliyatida o'z o'rniga ega bo'lgan, mehnat faoliyati yutuqlarga erishgan, jamiyat hamda mijozlar manfaati yo'lida xizmat ko'rsatib o'rnak bo'lgan bir qator xodimlarimizni taqdirlab oldik. Va bu taqdirlashi zamiri, mezoni baribir hamma jamoani, har bitta xodimini hissasi juda katta. Biz endi ramziy ma'noda bilan taqdirladik. Qolganlar hammanglar ham shunaqa bir yuksak e'tirofga egasizlar o'zini oldimizda. O'tgan davr mobaynida ziyoratchi mijozlarimizga ko'rsatgan xizmatlarimiz davlatimiz tomonidan e'tirof etilib, 15-mart butun jahon iste'molchilar kuni munosabati bilan o'tkazilgan respublika tanlovida faxrli 3-o'ringa munosib topildi jamiyatimiz. Bu mukofot siz azizlarning mehnatingiz samarasi deb bilaman. Fursatdan foydalanib bugungi yutuqlarga erishishimiz ortida siz va bizning ustimizda duo qilib turgan ota-onalarimizni. Ota-ona uchun eng katta baxt bu farzandini vatanga, jamiyatga, o'z diniga, millatiga manfaati tegayotganini ko'rishdir.
albatta Risola jamoasini tashkil etishga sababchi bo'lgan Muzaffarxonning molidayu muhtaramalari bugun davramizdalar. Roqiyaxon ayaga jamiyatimiz, ushbu kollektivimiz, barcha xodimlarimiz nomidan shunday farzand yetishtirib, jamiyatga bir foydasi tegadigan qilib yetishtirganingiz uchun kattadan katta rahmat va minnatdorchilik bildiramiz. Yaratgandan so'rab qolamizki, ushbu jamoani ustida uzoq yillar duogo'y bo'lib yurishingizni so'raymiz. Men Muzaffarxondan bir narsa iltimos qilamanki, hozirgi mana shu taqdim etiladigan jamoa nomidan bir arzimas kichkina sovg'amizni o'zlari taqdim qilsalar onaxonga. Hojona bu sovg'ani sizlar qabul qilasiz. Har bir narsaning ibtidosi bo'lgandek, intihosi ham bor. Tiriklar uchun mana bu ziyofat, ko'tarinkilik, xursandchilik bo'lgani kabi, albatta o'tganlarimizni ham ruhlarini shod etish, ularga Alloh taoloning rahmatidan ziyofat yuborish barchamizning eng oliy maqsadlarimizdan biridir. Bugun oramizda xizmat qilib o'tganlar va bizlarni bugun bu xizmatda turishligimizdan tarbiya qilib o'tganlarimiz bor. Ularning haqqilariga tilovatlar qilinib, duolar qilinsa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون.
اللهم إنا نسألك بحق حقك وبحق كبريائك وجلالك وجمالك ووجودك ويا قديم الأسلام ويا صادق الوعد الأمين استجيب دعانا بحرمة اسمك العظيم وبحرمة محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. إلها o'qilgan ushbu kalom qadim qilingan mana bu ziyofat ihsonlarimizdan Alloh o'zing rozi bo'lgin. Hosil sonlarda Alloh dunyoning yarashishiga sababchi bo'lgan zot. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam ruhu toyibalarga fi sabililloh baxshida ayladik. Qolaversa azvoji mutahharat onalarimiz, shahar-yor, ashab-i ikrom, bu shariatga g'aroda o'tgan ustozlarimiz, ajdodlarimiz va yon atrofimizda duoga muhtoj bo'lgan bu respublikamizdan, bu O'rta Osiyodan qancha aziz ustozlarimiz sizimizga dinni ta'lim bergan jamiki ulug'vorlarimiz, ayniqsa bu Namangan viloyatimizdan qancha ustozlarimiz, qorapochalarimiz, qordadalarimiz qolaversa mana bu yerda amin deb turgan, hammamizni ham bolam deb, farzandim deb, kechani kecha demay, kunduzni kunduz demay, sizni bizni kelajagimiz uchun, ravnaqlarimiz uchun duoda bo'lgan otamiz, onamiz, qaynota-qaynona ta'lim bergan ustoz ajdodlarimiz, ayniqsa bu Risola firmasini bosh bo'lib turgan bu Muzaffarjon akamizni, Sayfiddin akamiz, Rustamjon domla, mana bu yerda bir yoqdan bosh chiqarib mana shu firma uchun, xolis Alloh uchun bu umrachilarga xizmatda turgan barcha soha vakillarini Alloh bularni o'tmishlarimizni o'zing g'aniy rahmat shoyista jannat aylasin. Hech bir ota-ona bolam deb qolmasin. Mana shunday bolalarni tarbiyalagan mana bu din yo'lida qolaversa ko'p hojilarimizni, umrachilarimizni xizmatida yakdillik qilib, ularning foydasini ko'zlamasdan, balki mana shularni manfaatini ko'zlab, oxiratda bo'ladigan manfaatni ko'zlab qilayotgan harakatlarimizga Alloh bizlarga yordamchi bo'lsin. Ularda bosh bo'lib turgan barcha sohada turganlarni Alloh ishlariga omad bersin. Bu Risola firmasini, jamoasini bundan-da ziyoda aylasin. Yomon ko'zdan, yomon so'zdan, hasaddan, qo'rqmasdan Alloh o'zing asrasin. Ilohim hammamizga ham farzandlarimizga tavfiq va hidoyat bergin. Hech bir ota-ona bolam deb qo'ymasin. Bolalarimizga yuzimizga qarab gap qaytaradigan qilib qo'ymasin. Jamoamizda xizmatda turgan bu qordonlarimiz, imom domlalarimiz, mana ishchi guruh barchalardan Alloh o'zing rozi bo'lgin. Dunyoviy uxlash ishlarimizga Alloh o'zing fayz bergin. Bemorlarimiz Alloh dardiga shifo bergin. Musofir yurtlarni Alloh safarida bexatar aylasin. Farzand o'g'il qizlarimiz Qur'onni yodlasam deb turgan yoshlarimiz bor, bularni ham Alloh qalblariga Qur'onni o'zing jamlagin. Hammamiz ham qalbimizni bir-birimizga ulfat aylab, buyuk ilmimizni zafarli, bundan-da fayzli yil qilgin. Ilohim turli illarni Alloh o'zing asragin. Ayniqsa turli o'lkalarda notinchlik, ularga ham tinchlik bergin. Musulmonlarga amniyat bergin. Ayniqsa bu jannat makon o'lkamizda Alloh tinch qilgin. Xalqimizni tinchligi, osoyishtaligida jonbozlik qilib turgan bu yurtboshimizni Alloh tani jonini sog' qilgin. Xalqimizni odillik bilan qilib turishlariga Alloh o'zing yordamchi bo'lgin. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika. Bizda Alloh taolodan muvaffaqiyatlar tilab qolamiz. Avval ayollarga ruxsat bersak, maqsadga muvofiq bo'ladi. Chunki ochchilikga ular chiqib olsa, keyin erkaklar chiqishda